Assalomu alaykum YouTube tomoshabinlar, chorva buqa ishqibozlar. Dehqondan buqa chiqib qoldi mana. Bugun hafta kuniga seshanba 2026-yil 20-yanvar sanasida turibmiz. Manzilimiz Andijon viloyati Oltinko'l tumani Oqtepa qishlog'i. Men anchadan beri YouTube'ga video qo'ymayap turganimda bu o'zimizni qarindoshimizning moli. 5 oy oldin o'zim olib berganman bozordan. Shu buqalarni sotib beraylik dedi. Bozorga olib chiqmasdan sotamiz dedim, chunki bozorda kasalliklar ko'p. Buni noyabr oylarida yashurga emlatib qo'yganmiz. Xudo xolasa kasallikka chalinmagan. Yeb ichishi zo'r. Ideal ko'rinda baqqa mana orqa ketini ko'rsataman hozir. Bo'ylari 1.15 1.20 chiqadi. Ikkalasi bir jup olingan. Ikkitasini olgan odam qiynalmay baqadi. Mana bu qorasi mana. Narxini hozir aytamiz maslahatlashib. Mana oldilar. Mesni buqalar aka, hech qanaqa bir qirg'iz boshqa demaymiz. O'z ko'rgan odam biladi. Mana oldilar. Video tagida egasini nomerini qoldiraman. Narxiga kelsak, narxi 41 million kami bor deyapti jup olganga. Jup olganga 41 million kami bor. Qiziqqanlar telefon qilaverasizlar. Kommentariyaga yozib ketinglar qiziqqanlar. Mol yaxshi baqilgan.